darsimizda mavzuimiz ona tili o'qitish maxsus metodikasining ilmiy tadqiqot metodlari hisoblanadi. Ona tilini o'qitish metodikasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlar til o'rgatish jarayonining samaradorligini oshirish, o'qitish usullarini takomillashtirish va til o'zlashtirish qo'llanmalarini chuqur anglashga qaratilgan. Kirish. Tadqiqot metodlarining ahamiyati. Tadqiqot metodlarini to'g'ri tanlash nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchi uchun ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tadqiqotni metodlarining ahamiyati bilimni kengaytirish, o'qitish samaradorligini kengaytirish, muammolarni aniqlash va hal qilish va oxirgisi amaliy tavsiyalar berish hisoblanadi. Empirik deduktiv metodlar kuzatish va tajriba orqali dalillar to'plash. Kuzatish metodi bu jarayonlarni tabiiy sharoitda ularga aralashmagan holda o'rganish hisoblanadi. Kuzatish metodi orqali biz o'quvchilarning darsga faolligi, qiziqishi va baholash tizimini o'rganishimiz mumkin. Keyingi metodimiz bu eksperiment, ya'ni tajriba metodi bo'lib, o'z nomi bilan o'quvchilarda yangi metodlarni tajriba orqali samaradorligini oshirish, ularni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Keyingi metodimiz suhbat va anketa metodi hisoblanadi. Bunda o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbat o'tkazish yoki anketalar to'ldirish orqali amalga oshiriladi. Bundan maqsad ona tili o'qitishga bo'lgan munosabati, fikri va mulohazalari, takliflari o'rganib chiqiladi. Chuqurlashtirilgan intervyu, case study, ya'ni holat tahlili, fokus guruhlar, ishtirokchi kuzatuvlar, bular hammasi kvalitativ metodlarning bir qismi hisoblanadi. Ona tilini o'qitishdagi tadqiqotlarning asosiy maqsadi bu lug'at boyligini oshirish, nutq madaniyatini shakllantirish, grammatik ko'nikmalarni o'quvchilarda rivojlantirish hisoblanadi. Metodlarni tanlash va ularning samaradorligi. Tadqiqot metodini tanlash tadqiqotning maqsadiga, savollariga va mavjud resurslarga bog'liq. Ko'pincha bitta metod bitta bolaga ta'sir o'tkazmasligi mumkin. Shuning uchun bunda biz aralash metodlarni qo'llashimiz ham darslikda qo'l keladi. Xulosa, metodologik yondashuvning o'ziga xosligi. Har bir metod o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud. Ularni to'g'ri tanlash va qo'llash ona tili o'qitish jarayonini yanada samaraliroq qilish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini, tilga bo'lgan muhabbatini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Har tomonlama yondashuv, amaliy ahamiyat, egalik va moslashuvchanlikka amal qilish yanada o'quvchida samaradorligini oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, ona tili o'qitish maxsus metodikasida biz turli xil metodlardan, ko'rgazmali qurollardan foydalanishimiz o'quvchilarga darsga bo'lgan yanada qiziqishini oshirib, ularni tez o'rganishiga yordam beradi.